Bugungi darsimiz kosmosga sayohat. Darsimizda oldin men sizlardan kechirim so'ramoqchiman. Kayfiyatlaringni tushirib qo'yishga majbur bo'laman. 12 tadan tarqating. Hamma 12 tadan olsin qog'ozni. O'yinimiz shundan iboratki, har birimiz o'sha vazifani bajarishga majburmiz. Ya'ni o'zimizni tafakkurimizni ochishimiz kerak. Demak, tasavvur qiling. Yer yuziga juda ham katta Marsdan asteroid uchib kelyapti. Va yer yuzi bizga xabar berishdiki, 1 soatdan keyin yo'q. Bizga buyruq keldi, 1 soatning ichida har birimizga biz mana shu sinfdagilar biz tanlanganlarmiz. Tasavvur qiling, faqat biz tanlanganlarmiz. Va bu tanlanganlarimizga bizga buyruq kelyaptiki, 1 soatning ichida har birimizga bittadan kemacha beriladi. Ya'ni kapsula beriladi va bu kapsulaga 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsangiz, 4 ta eng yaqin voz kecha olmaydigan insoningizni olib chiqib ketishimiz kerak. Kapsulamiz shu narsalarni sig'dira oladi xolos. Boshqa odam ola olmaymiz. Biz kapsulani haydovchisimiz, o'zimizdan tashqari 4 ta eng yaqin insonimizni 8 ta eng yaxshi voz kecha olmaydigan narsamizni yozamiz. Yozing. Bizdan oldingilar nima bo'ldi? Yashab vafot etdi. Bizdan keyingilar nima bo'ladi? Yashab vafot etadi. Biz qanday vazifada kelyapmiz bu dunyoga? Biz shu kungacha ota-onamizga nima qilib berdik? 1. Ota-onamiz biz uchun nima qildi? 2. Va biz bu dunyoda ota-onamizni qachon rozi qildik? 3. Qildikmi? Qildim deb so'radingizmi? Rozimisiz deb so'radingizmi? Qachon siz ota-onangizga yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Har kuni. Men majbur qilmasam aytmaysiz. Yo'inki aytadigan bo'lsak, shu maktabda kelmaginizgacha, yo'inki sizga kundalik vazifa berilmagunigacha siz ota-onangizni yaxshi ko'raman deb aytmagansiz. Hammangiz emas. Kosmosga ketayotgan sayohatimizdan davom ettiramiz. Kosmosimizga uchib ketyapmiz. 4 tadan eng yaqin ko'rgan insonimizni, do'stimizdir, ammamizdir, ota-onamizdir, ukamizdir, singlimizdir, 4 ta insonimizni va 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsamizni yozdik va biz kapsulamizga ortdik. Tasavvur qiling, biz yerdan ko'tarilganimizdan keyin yerga mundoq qaraganimizda kosmosdan turib, ya'ni 30 kilometr tepadamizda, yerga mundoq qaraganimizda yer portlab ketdi, yo'q. Biz tashlab ketgan odamlar ham yo'q. Biz tashlab ketgan odamlar ham yo'q. Va bizni kapsulamizda eng yaxshi ko'rgan yonimizdagi insonlarni olib qo'yganmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Ana endi kosmosga chiqib ketayotgan kapsulamiz qaysidir kosmosga borganda bitta katta kорабльga, kemaga, kosmik kemaga birlashish kerak. Shunga yetib borish uchun 40 kilometr masofaga chiqqanda kemamiz, ya'ni kapsulamizda og'irlik yuzaga kela boshladi. Qizil chiroq yona boshladida, shuni aytayapti, 4 ta narsalarni tashlab yuboringlar, deyapti. Narsalaring. Bo'lmasam ucha olmaymiz, og'irlik qilyapti kosmosimiz, deyapti. Va shuning uchun biz 4 ta narsamizni kapsuladan tashlaymiz. Narsamizni, odamimizni emas. Biz narsamizni tashladik. Eng yaxshi ko'rgan narsamizdan 4 tasini tashladik. Behruz, nima yozadingiz? Bittasini ayting. Kolonka. Jahongir, nima tashladingiz? Soatingizni tashladingiz. Tasbihimni tashladim. Komiljon, nima tashladingiz? Velosipedimni tashladim. Shu 4 ta narsani, 4 ta narsangizni ogizginingizgacha uyingizdagilarga qancha xarxasha qilgansiz? 2 kun xarxasha qilgansiz, to'g'rimi? 3 kun, 1 oy, 1 yil. Balki ota-onangizni puli yo'qligi uchun o'sha 2 hafta yoki 2 kun xarxasha qilgandirsiz. Hech o'yladingizmi? Puli bormi? Puling bormi? Yo'qmi? Ertaga tirikchiligimizga yetadimi? Yo'qmi? Osonmikan tashlab yuborish? Nega xarxasha qilganmiz? Tashlash oson ekan-ku, nega xarxasha qilganmiz?
O'ylayapsizmi? Biz bu narsa oddiy matoh ekan. Bunday qilib otib olsa bo'ladigan narsa ekan. O'sha paytda ota-onamizni dilini og'ritgan bo'lishimiz mumkindir. Balki akamda bor, menda yo'q, opamda bor, menda yo'q degan paytimizda opamiz balki ich tirnalgandir. Men o'zimnikini bersam shuni yopilarmikin deb tirnalgandir. Balki ukamizga bermayotgan narsamiz orqali biz mana bu oddiygina bunday qilib otib yuboradigan matohimiz uchun janjal qilgandirmiz. Va biz o'sha insonlarni dilini og'ritganimizni hech o'ylab ko'rdingizmi? Hech o'yladingizmi? İnsonni dunyoga kelishidan maqsad biz oddiygina otamiz sababchi, onamiz sababchi bo'ldi bu dunyoga kelishimizga. Va bu dunyoda yashar ekanmiz, hayotimiz davomida ota-onamizni rozi qilish uchun yashaymiz. Bizga boshqa hech kim kerak yo'q ota-onadan tashqari. Ota-ona biz uchun yo'lchi yulduz. Siz tanlanganlardansiz. Va bu tanlanganlaringizning ichida hayotingiz davomida voz kechish kerak bo'lgan narsalar bor. Arzimas ekan bu hayotimizda onamizga, otamizga, yoki yaqinlarimizga, do'stlarimizga achchiq qilish, jahl qilish arzirmikan? Tashavordik, oddiygina bunday qilib tashavordik, otib yubordik. Endi kosmosimizga qaytamiz. Ya'ni biz kapsulamizga qaytamiz. Kapsulamizda ketayotganimizda bizga yana bitta buyruq keldi va bu buyrug'imiz nimadan iborat bo'ldi? Ana endi ikkita insonimizdan va ikkita narsamizdan tashlaymiz. Ikkita oshiqcha deb bilgan insonimizni va ikkita yaxshi ko'rgan narsamizni tashlaymiz. Tanlaymiz, bu tanlov. Biz tug'ilganimizdan nechiga kirdik? 13 ga. Aytaylik 13 yil, 14 yil, uzoq ona 15 yil. 15 yil davomida o'rtacha qilib olaylik. 15 yil davomida ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Ayniqsa onalarimiz kechasi uxlamadi. Onamiz kechasi uxlamadi. Biz dard chekdik. Yig'ladik. Qornimiz ochganini ayta olmadik chaqaloqligimizda. Ha? Qornimiz ochganini ayta olmadik. Biror yerimiz og'riyotganini oyimizga ayta olmadik. Ishtonimizni ho'llab qo'yganimizda ho'l bo'ldi deya olmadik. Lekin onamiz his qildi shu narsani. Onamiz olib berdi shu narsani. Uyingizga har kuni kelayotganda oyimiz eshikdan kirib kelar, dadamiz eshikdan kirib keldi. Hozir emas, yoshligimizda aytayapman. Nima olib kelding dedik. Kakaber dedik. Kakaber dedik. Konfet olib keldingmi dedik. Bir inson farzandini xususiy maktabga beryapti-da, xususiy maktabga kirib kelsaki, hech narsa yo'qmish atrofida, bola ruchkasiz kelgan. Bola ruchkasiz kelgan. Va bu ruchkasiz kelgan paytda bola atrofda konstabar, magazin, u bu narsa yo'qda, shoshilib kelyapti-da, bir apteka bor ekan, shuni oldi. Jon opajon, shu ruchkangiz yozilgan ekan, ruchka. Shu ruchkangizni bering, bugun bolam bilimdan qolmasin. Bilimdan qolmasin bugun, shu ruchkangizni berib turing, men nech pul desangiz sotib olaman, bolam bilimdan qolmasin dedi. Va olib kelib farzandiga bersa, farzand ruchkamda qarab, "Ha, men yozilgan ruchkada yozamanmi? Bor yo'q 2000 ruchka ekan-ku, otib ol. Meni o'rtoqlarim masxara qiladi. Men kimmi, bolasiman?" dedi. "Men kimman?" dedi. "Men bunaqa oddiy ruchka ishlatmayman. 5000lik, 10.000lik, 20.000lik ruchka ishlataman" dedi. Onamizni xafa qilib qo'ymadikmi shu paytda? Qildikmi? Qilamizmi? Endi o'zingizga qaytamiz. Siz ham vaqtida shu ishni qilganmisiz? Ha? Bola yo'q demang, qilgansiz. Aytayinmi? Siz yoqtirmagan ovqatni oyingiz pishirib qo'ydi. Masalan, mastava. Bolam ke, ovqat ichib ol. Ovqatni oldiga kelib, dasturni, "Ha, mastavami? Nechmi bilasizmi, men bunaqa ovqatni yomon ko'raman. Boring, lavash zakaz qiling. Boring, tabaka yegim kelyapti, olib kelib bering." Otangiz, onangiz uyingizga 3 kun non olib kelmasin, nima qilasiz? O'lib qolasizmi, otasiga gap qaytarasizmi? "Qana otasiz? Farzandni boqishni bilmaysizmi?" degan gap chiqadi.
bir hafta sizni ovqatsiz qoldirsin, otangizga, onangizga gap qaytarishni boshlaysiz. Qana otasiz? Qana onasiz? Bitta kiyim kiygizib qo'ya olmasalar, bitta qizman chiroyli qilib yasantirib qo'ya olmasalar, bittaman men. Nega meni tarbiyalay olmayapsiz? Yoki nega menga o'sha narsani olib bera olmayapsiz? Menga mashina kerak. Menga kompyuter kerak. Men PUBG o'ynashim uchun igrovoy stol kerak. Shunchaki olib berayotgani yo'qdir o'sha ona. O'ylang, 15 yil davomida sizni tarbiyalagan. Nima bo'lsa tasavvur qiling, nima bo'lsa olib kelgan, og'zingizdan chiqqanini muhayyo qilgan. Chiqdi muhayyo qilgan. Tasavvur qiling, siz 15 yil davomida bir ko'ppakni itni tarbiyaladingiz. O'tir desa o'tir, tur desa tur, yur desa yur deydigan ko'ppakni itni tarbiya qildingiz. 15 yil bo'lganda juda ham katta it bo'ldi, shunday siz yugurib keladigan it bo'ldi. Lekin 15 yildan keyin siz ko'chadan kelsangiz dedi. Tishlamoqchi bo'ldi, sizga tashlamoqchi bo'ldi. Nima qilasiz? 15 yil boqqan itingiz sizga sapchiyapti. Nima qilasiz? O'ldirib yuborasiz, to'g'rimi? Siz 15 yildan beri oyingizga shunday ish qilib kelasizda. 15 yildan beri oyimizga itlik qilmayapmizmi? 15 yildan beri ota-onamizga sapchimayapmizmi? Irrillamayapmizmi? Qilyapmizmi? Qilyapmiz. Melish bo'lsa ham, eng kichigi bo'lsa ham ota-onamizga qilyapmiz bu ishni. Eng kichigini bo'lsa ham. Bittagina itni 15 yil boqib, bitta deganiga, sizga vajohat bilan tashaganingizga itni o'ldirib yuborasiz. Nega ota-onangiz sizdan voz kechmayapti? 15 yildan beri sizni irrilaganingizni eshitib kelyapti. 15 yildan beri sizni janjalingiz, to'polonligingiz, qaysarligingiz, bezoriligingiz, ikkichiligingizdan qabul qilib babitga sig'dirib kelyapti-da, sizdan nimaga bunday qilib ko'chaga uloqtirib yubormayapti? Nega o'ldirib yubormayapti? Otib o'ldirib yubormayapti. Chunki ular ona, chunki ular ota. Chunki ular ona, chunki ular ota. Yig'layotgan bolaga ona uchun yig'layotgan bolani begonasi bo'lmaydi. Ona uchun, aynan ona uchun yig'layotgan bolani begonasi bo'lmaydi. Hech ko'chada ko'rganmisiz, birorta ayol kishi bola yig'layotgan bo'lsa, bezrab o'tib, "Voy, necha plachish" deydi o'rislar ham. Nimaga yig'layapsan deb o'tib ketadi. Ona ular, chunki mana bu yeridan paydo bo'lgansizda, jigarini bir parchasisiz. Siz 4 tamisiz, 3 tamisiz, 2 tamisiz, bitta farzandmisiz, jigaridan paydo bo'lgansiz, bino bo'lgansiz. Jigarisiz siz ularni. Sizdan kecha olmaydi, kechmaydi. Kechmaydi. Siz voz kecha olasiz. Voz kechdingiz? Osongina voz kechdingiz. Eng yaxshi ko'rgan naushnikingizdan voz kechdingiz. Oson ekan-ku, nega onamizga, otamizga qarshilik qilganmiz? Nega 2 kunlab vahima qilib olib berasan deb turib olganmiz? Nega o'sha velosipedimizni olishimiz uchun onamizni dilini ranjitganmiz? Nega? Nega degan savol tug'iladi-da, nimaga? Ota, ona degan narsa bu hayotda topilmaydigan narsa. Ukangizdan voz kechib yordingiz. Opangizdan voz kechdingiz, tog'angizdan voz kechdingiz, ustozingizni yozgan. Masalan, meni yozgandirsiz. Mayli, men kechiraman, bir martaga men kimman? Bir martaga kechiraman. Mayli, men hech kimman siz ota-onangizni oldida. Lekin ota-onangiz kechirarmikin siz voz kechib yorsangiz? Sizni kechiradimi ota-onangizdan kechib yorsangiz? Nega siz ota-onangizni qariyalar uyiga borib tashlab yormaysiz? Boring, keting. Vaqtiki kelganda shunaqa insonlar borki, o'zini ma'naviyatini, o'zini kuchini to'g'rilash uchun ota-onalarini qariyalar uyiga borib tashlab qo'ygan. Mayli, ular haqida gaplashmaylik. Biz o'zimiz haqida, biz kosmosga uchayotganlar, biz tanlanganlar bizmiz. Mana shu sinfdagilarimiz, 20-22 ta o'quvchimiz. Tanlanganmiz, boshqa hech kim yo'q. Biz bemalol tashlab yuboryapmiz kapsuladan. Kechamiz. Hozir garantiya beraman. Majbur qilsam, bittan tasha desam tashlaysiz. Tashlaysiz. Lekin 100% javob beraman, bugun oyingizga borib keching Samirdan desam kechmaydi. Keching Sanjardan, menga o'g'il qilib bering, meni o'g'lim yo'q desam kechmaydi. Zarar kelibdimi? 13 yil tarbiyaladim deydi. Meni avlodim tomirida meni qonim oqyapti deydi.
Men sizni o'g'irlab olib ketgan taqdirimda ham siz menga bola farzand bo'la olmaysiz. Chunki u 13 yil davomida onangizni farzandi bo'lib kelgansiz. Tasavvur qilyapsizmi? 13 yil davomida esingizni taniganingizdan beri onangizga necha marotaba gap qaytardingiz Behruz? Million marta. Necha marotaba gap qaytardingiz? Qancha marotaba ularni aytganini qilmadingiz? Qancha marotaba ularni aytib ketgan ishini qilmadingiz? Ishga ketyapti, buni ishni qilib qo'y dedi. Onam kelguncha qilaman. Ulgurmaganingizda onangiz kelib urdi yo ko'chaga haydab yubordimi? Yo'q, o'zi davom ettirib ketaverdi. Bolam, bo'tam, mayli, ishdan charchagan, o'qishdan charchab kelgan, uy vazifalari ko'p. Kechirasiz-ku, onangiz ham shu yoshdan o'tgan. Lekin sizni mana bu yerda ko'taryapti-da. Onangiz, otangiz sizni mana bu yerda ko'taryapti. Yo sizni quldek xizmat qilgizdirib, mardikorga olib chiqib, 5 so'm pul topib kelasan, men senga pul to'layapman, pul ishlatyapman, hayotim davomida seni o'qitib, uylab, alohida uyli, joyli qilib bo'lganimdan keyin sen meni boqasan deyaptimi? Yo'q, demayapti. Nimaga? Nimaga? Yana nega? Nega? Chunki ular ota-ona. Tasavvur qiling, 15 yildan keyin 15 yil o'tdi. 15 yil o'tdi. 15 yildan keyin eshikdan kirib kelganingizda kimingizdir turmushga chiqasiz, kimingizdir uylanasiz, eshikdan kirib kelganingizda bir 3-4 yashar o'g'ilchangiz, qizchangiz keladi. Dadajon, keldingizmi? Oyjon, qaqob keldingizmi? Konfet bering deb keladi bolalaringiz. 15 yildan keyin. Tasavvur qiling, qo'lingizda cho'ntagingiz yo'q, qand olib kelmadingiz. Sizni bolangiz mo'ltirab kutyapti. Qanday holatga tushasiz? Tasavvur qiling. Nega ustozlarni, nega ota-onani ranjitamiz? Bittagina mening mana bu yerimizdagi men manmanligimiz uchun. Biz mana bu yerdagi gordisimiz bor-da, mana ko'tarilib ketganda biz burnimiz. O'zi asli kimmiz? O'zi asli kimmiz? Kimning hisobida yashayapmiz? Asli biz ota-onamiz uchun xizmatkor emasmi? Biz xizmatkordek ishlasak ham ota-onamizni bitta oq tekkan dardichalik bunaqasini nima deydi, yechib bera olmaymiz. Payg'ambarimizning oldilariga borib so'rashganda, onamni men Makkagacha orqamda ko'tarib keldim, haqqini ado qildimmi deb. Yo'q. Ka'bani atrofini 7 marta aylanib chiqdim onamni ko'tarib, haqqini ado qildimmi? Yo'q. Yana qaysidir Arafot tog'iga, yana boshqa men onamni haj umra ziyoratini o'tkazdim, faqat yelkamdan tushirmadim, haqqini ado qildimmi deb. Yo'q. Nega? Sababi sen onangni 9 oy davomida qornida ko'tarib yurib, seni to'lg'oq jarayonidagi bitta ohiga ham arzimading. Bitta deganiga mana shu sen shuncha qilgan ishing bitta ohiga yetadi. Tasavvur qiling, bizni onamiz 9 oy qornida ko'tarib yurgan. Ikki dunyo o'rtasida turib bizni dunyoga keltirgan. Ikki dunyo o'rtasi, yo u yoqqa ketish kerak, yo bu yoqda qolish kerak. U yoqqa ketganda siz onasiz bo'lardingiz hozir. Bu yoqda qolganligi uchun siz yashayapsiz. Bu yoqda qolganligingiz uchun yashayapsiz. Bir donagina o'sha velosiped uchun yoki qandaydir PUBG o'yini uchun, bilmayman nimalar yozdingiz, naushnigingiz uchun kerakmidi? Bu bizni onamiz, bu bizni otamiz, bu bizni ustozimiz. Vaqti kelganda qo'pol muomala qilasiz. Ustozingizga ham, ota-onangizga ham. Tabiiy holat, chunki siz o'smir yoshdasiz. Lekin biz qayerdan va qayerga ketayotganligimizni anglashimiz kerak-da. Jamoat joyda qanday tutishimizni, odob axloqimiz, mana shu holatimizni biz o'zimizda namoyon qilishimiz kerak-da. Al-Xorazmiyda bir teoremasi bor. Bu teoremasi hayot 1 va 0 qo'ysak necha bo'ladi? Va hokazo ketdik. 100, 1 million, trilliard. Agar mana bu bo'lmasa siz kimsiz? Nolsiz. Ya'ni sen mana bu biliming bo'lmasa sen nolsan degan. Endi biz Al-Xorazmiyda bu gapini biz tarbiyamizga olaylik. Agar sizni odobingiz bo'lmasa, siz nolsiz.
Mana shu odob uchun, mana shu bir raqami uchun, mana shu bir uchun biz yashayapmiz. Mana shu birimizni biz ko'paytiryapmiz. 1000 boyligingiz bo'lsin, 1000 aytaylik qo'sha-qo'sha hashamatli uylaringiz bo'lsin, xohlagan narsangiz bo'lsin, lekin tarbiyangiz, odobingiz bo'lmasa, siz nol kartoshkasiz. Bu tabiiy holat. Matematikada ham shu. Bir bo'lmasa undan u yog'i ayta olmaysiz. 100 deya olmaysiz, 10 deya olmaysiz, 1 million deya olmaysiz. Biz mana shu jarayon uchun, mana shu uchun biz harakat qilishimiz kerak. Bir bo'lmasa biz odobimiz, bu odob, bu bizning tarbiyamiz, bu bizning hayotdagi o'rnimiz bo'ladi. Inson yashar ekan, hayoti davomida o'ziga biriktirilgan insoniyat bilan hozirgi kunimizgacha bo'lgan jarayonni taqqoslash kerak. Sizga birov aytmaguninggacha kimdir masalan bugun borib oyingizni yaxshi ko'raman deb qo'ying, bugun borib dadangizni yaxshi ko'raman deb qo'ying demaguningizgacha dada yaxshi ko'raman demagansiz. Demagansiz, hammangiz aytyapman. Umumiy olib aytyapman. Qachon o'zingizdan o'zingiz yotib bir televizor ko'rayotib, "Oyi, ha." Chunki oyi ham hayotdan zada bo'lganda, sizni 4 ta bolani tarbiyasidan zada bo'lgan. Sizni yaxshi ko'raman dedi. Dedingiz. Oyingiz o'sha yerda o'zida o'zi tamom bo'ldi. Bolam meni haqiqatda yaxshi ko'rarmikan? Haqiqatda meni bolammisan? Bugun boring. Bugun boring. Oyingizga, dadangizga, ukangizga, "Voy, ukalaringiz, singillaringizdan kechganlar bormi? Bormi? Jahongir akam bor" deb turadigan ukangiz bor. Xudo ko'rsatmasin, tobutini ko'taradigan tobutkashingiz bor. Lekin siz undan kechvardingiz. Ukangizdan kechvardingiz. Siningiz turmushga chiqib ketsa, 4 ta non bilan yo'qlab keladi meni akam deydigan siningizdan voz kechvardingiz. Men hech kim emasman, mayli keching mendan. Chunki ertadan keyin meni ko'rmaysiz. Lekin jon jigaringiz, ukangizdan, akangizdan voz kechvardingiz. Kechib yubordingiz akangiz, opangiz, siningiz, ukangizdan. Kechdingizmi? Kechdingiz. Bu hayotida kechdim, kechdingiz. Lekin ota-onamiz kechmadi, kechmaydi ham. Kechmaydi. Ikki dunyo bir bo'lsin, ota-onamiz kechmaydi. Ikki dunyo bir bo'lsin, o'qituvchi hech qachon men uni yomon deb itarib chekkaga surib qo'ymaydi. O'qituvchi shuning uchun o'qituvchi bo'lgan. Ustoz shuning uchun ustoz bo'lgan. Siz bugun borib ayting, shunchaki ostonadan kirib keling, oyingizni, dadangizni, ukangizni, siningizni bitta quchoqlab, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsiz. Yaxshiyam bu dunyoda borsiz. Yaxshiyam meni tuqqan ekansizki, katta farzand qilib tuqqan ekansizki, 4 ta ukamni yetaklovchi menman deng. Bugun borib yaxshi ko'raman deng. Bugun bor, ertaga kech bo'lmasin. Ertaga kech bo'lmasin. Kecha kungi holatda aytaman, bir tanishim, "Nega bugun kayfiyatingiz yo'q? Doim kulib yurardingiz" desam, "Eng yaqin o'rtog'imni bugun berib qo'ydim" dedi. Eng yaqin o'rtog'im, kecha gaplashuvdim. Kecha gaplashuvdim. Hayot qisqa. Ko'zingizni bitta yumasiz, bitta ochasiz, 60 ga 70 ga kirib qo'yasiz. Hayot qisqa. Hayotingiz davomida siz 0 yoshdan aytaylik 90, 100 umringizni aytaylik barakasini bersin. 70, 80, 90, 100 ga kiring. Va mana shu davomidagi 70 yil umringiz o'rtacha ko'zingizni bitta yumib, bitta ochganingizgacha yo'q. O'tib ketadi. Hasratlanib o'tirgan bo'lasiz bir joyda. Mana shu 70 yil umringizni mazmunli o'tkazishga harakat qiling. Mana shu 70 yil umringizda ota-onangizdan duo olib qolishga harakat qiling. Ota-onangizdan duo bilan el ko'karadi. Hech qaysi inson badduo bo'lmasin. Bugun borib oyingizga ayting, bugun borib dadangizga ayting. Ertaga yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi deb yashang. Ertaga otammi, onammi, ukammi, opammi, sinimni yo'qotib qo'ysam, tasavvur qiling, yo'qotib qo'ydingiz, nima qilasiz? Tasavvur qiling, bugun kechga uyga borsangiz, opangiz, akangiz yo'q. Yo'q. Tasavvur qilyapsizmi? Bu hayot.
Hozir borib ayting, bugun borib ayting, oyijon, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Oyijon, yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi ham tuqqan ekansiz meni. Men bir yilda bir marta borib onamni yaxshimisiz deb borib, o'sha oyi, yaxshi ham borsiz deb hidlab kelaman. Bir yilda bir marta boraman. Sizning imkoniyatingiz bor har kuni ko'rishga. Men otamni quchoqlagim keladi, lekin imkoniyatim yo'q. Yo'q imkoniyatim. Yo'q. Quchoqlayman desam, sovuq qabrini quchoqlayman men. İmkoniyatingiz bormi? Bugun rozi qiling ota-onangizni. İmkoniyatingiz bormi? Bugun yaxshi ko'rishingizni ayting ota-onangizni. Ertaga kech bo'lmasin, afsus qilmang. Mana bu narsani men aytib qolmanman. Mana bu narsani men gapira olmayman deb qayerdadir yig'lab o'tirmang. Qayerdadir qabr toshining ustida uzr o'rtoq, men seni yaxshi ko'rishimni ayta olmadim deb ayta olmay yurmang. Armon bo'lmasin. İnsonda armon degan narsa juda ham chuqur iz qoldiradi. İnsonni tubida yotadi o'sha armon. Sizda o'sha armon bo'lmasin deb sizni yig'latyapman. Ana shu armonni sizni qalbingizda qolmasin deb sizga bugun dilingizni sal xufton qilyapman. Chunki o'sha armon menda bor. O'sha armon menga bugun borib oyingni yaxshi ko'raman deb aytmagan birov menga. Biz shunchaki borganmiz, ko'ramiz, oyimizni ko'ramiz, ha kelaveramiz. Ertaga onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam 70 dan oshdi, 80 ga yaqinlashyapti. Men bu yerdaman to 400 kilometr yetib borganimgacha onam o'lib qolsa nima qilaman? So'nggi oxirgi so'zini eshita olmadim onamni deymanmi? Otamni-ku eshita olmadim. Meni qo'limda yo meni oldimda jon bermadi. Onamni eshita olamanmi yo'qmi? Onamga kech bo'ladi. Hozirdan boshlab onangiz rozi, ota-onangiz rozi qilish bor. Keyin kech bo'ladi. Nimaga? Sababi kech bo'lganda siz to 25, 30, 40 yoshga yetganingizda uy qilaman, mashina qilaman, dang'illaman, uylar solaman, o'zimni karyeramni qo'yaman deysizda, u paytga kelgandan keyin onaga aytasiz, "Ota, yuring shashlik yeb kel." "Bolam, tishlarim o'tmaydi-da shashlikka" deydi. "Oyi, yuring, tog'ma-tog' dacha. Bolam, belim og'riydi, oyoqlarim yaramaydi" deydi. Chunki ularda umri уже qisqaryapti-da. Borida, yoshligida ularni qadrlang. Borida, yoshligida, kuch-quvvati borligida ularni yaxshi ko'rishingizni ayting. Borida, kuch-quvvati borida sizning mayli uyni keyin 15 yil keyin, 5 yil keyin uy solarsiz. Mayli 7 yildan keyin mashina minarsiz. Lekin o'sha paytni o'zida onangiz tirikligida shashlik olib bering. Onangiz tirikligida tog'ma-tog', dacha, dengizma-dengiz sayohat qilib keling. Pul topaman, uy qulaman, pul topaman, mashina olaman, pul topaman, mana bunaqa biznesimmi? Yo'q, kechirasiz. Onangizni borida qadrlang. Otangizni borida qadrlang. Borida qadrlang. Yoqmadimi Samir? Yoqmadi. Ba'zi birlaringizga yoqmadi. Sababi men sizni dilingizni og'ritadigan gap gapirdim. Hayotingiz davomida eng yaxshi qiladigan inson ishingiz mana bu biringizni to'g'rilash. Eng yaxshi qiladigan bu biringiz, bu odobingiz. Maktabda, uyda, jamoat joyida, hayotingiz davomida to hozirgi kundan o'tib u dunyoning oxiriga yetib boradigan, hayotingiz oxiriga yetib boradigan joyda mana buningizni to'g'rilamasangiz, hozirgi ko'z yoshingiz mana shu yerda qoladi. Keyin yurmaydi. Har kuni, har doim ota-onangizni, ustozingizni, tarbiya jarayoningizni, mana shu kuningizni eslamasangiz, siz odobingizni yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Siz bu kundan xulosa chiqarmagan bo'lasiz va bu xulosani chiqarish uchun ota-onangizni bugun borib yaxshi ko'raman. Bugun ayting. Bugun yaxshi ko'raman deng. Ustozingizni eng yaxshi ko'rgan ustozingiz bordir. Eng yaxshi ko'rgan ustozingizni oldiga borib quchoqlab, "Ustoz, sizni yaxshi ko'raman" deb ayting. Birinchi sinf o'qituvchingiz bordir, harf o'rgatgan ustozingiz. She'r yodlatgan opangiz bordir. Bugun borib, "Opajon, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ham siz bor ekansiz, men she'rlarimni zo'r yodlaganman." Hech qachon har qanday holatda kechmang o'zingizni yaqinlaringizdan. Bu bir o'yin edi. Keching, yozing,
tashlang deb tashlangan bir oddiy o'yin edi. Lekin hayot bu o'yin. Lekin hayotda hech qachon buni qilmang. Hech qachon ota-onangiz, yaqinlaringizdan voz kechmang. Har qanday holatda. Men kechmasdim. Muhammad Rizo to'g'ri qildi, kechmayman dedi. Lekin bu o'yin dedim. O'yin bo'lsa ham kechmayman dedim. Bu hayotda yaqinlaringizdan hech qachon kechmang. Sizni kechishmayaptimi? Kechmang ulardan. Tushunarlimi? Kechmang. Kechadigan insonlar emas. Bizni shu yoshimizgacha kechishmagan, bu yoshimizdan keyin ham kechishmaydi. Biz ham kechmaymiz. Chunki biz eng yaqin insonlarimiz ular. Bugungi mavzuyimiz shu. Kosmosga yetib bordik. Yetib bora olmadik. Chunki insonlarimiz tashlab ketdik-da. Biz o'rtada qolib ketdik. Ana Said Ahrorga o'xshab kemasi quladi dedi, nimani tashlamadi? Yo'q, boshida men o'lsam o'lamanki, qaytib ketib portlab ketsam ketamanki, narsalarimni olib tashlamayman dedi. Kemasi quladi, uchimasdan quladi. Hayotingiz davomida eng yaxshi ko'rganingizdan kechmadingizmi? Siz o'sha kechmagan narsangiz boshingizda toji bo'ladi. Boshingizning toji shu. Otangiz, onangiz, sizni yaqinlaringiz. Palonchiyevlar oilasini ko'tarib yuribsiz mana bu yerda. Ko'tarib yuribsiz. Shuning uchun siz turmuchingiz sog', fikrlayapsiz, gaplashyapsiz, bir-biringiz bilan muloqot qilyapsiz. Bu hayotingiz davomidagi ota-onangiz bo'lmaganda siz bu yerda bo'lmasdingiz. Bugungi o'yinimiz, bugungi Marsga, kosmosga sayohatimiz shundan iborat edi. Ba'zi birlaringizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, boshida ham aytdim. Uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Faqat buni maqsad sizni tafakkur qilishga o'rgatish edi. Darsimiz tugadi. Chiqishingiz mumkin.